Bismillahirrahmanirrahim. MDF eshik Farg'ona yurtpasi uchun maxsus 08 lik oq shpon laminatimizdan tayyorlangan MDF eshigimiz. Tillosini ham qizil va sariqroq qilib sepdik inshaalloh. Yana ham chiroyliroq, yonibroq turishligi uchun ko'p tillo ranglar qizg'ich bo'ladi. Zamoklarni ham oqqa tillo zamoklar bosganmiz. Simil firmaning zamoklari. Kraskalarning inshaalloh sifatlarini ko'rsalar ham bo'laveradi. Laminatimizni nima uchun oq shpon dedik? Hozir tushuntirib beramiz. Oddiy oqlardan farqi nimada? Uni ham tushuntirib o'tamiz, xudo xolasa. Bu oddiy MDFlardan ozgina qimmat yuradi, ya'ni bir $1, $1 dan oshiqroq qimmat yuradi. Nima uchun? Xo'p, bismillah. Mana ko'ryapsizlar taroqlarni. Mana ular bo'rtib chiqqanda mana bilinayotgan bo'lsa, mana mayatlarga ham e'tibor bersalar, bo'rtma bo'ladi. Haqiqiy shponga o'xshab bo'rtma bo'ladi. Lekin narxi arzon chiqadi. Ancha arzon chiqadi shpondan. Farg'ona tuman Satkekka o'rnatdik. Bitta eshik, bitta rom. Obyektimiz hali bitib ulgurmagan. Bitganda inshaalloh juda chiroyli holatda bo'ladi. O'rtasi ochilmaydi. Ikki chekkalari ochiladi romlarimiz ham. Xo'p, bismillah. Sapajok, obnalichkalari, kubikchalari. Juda chiroyli laklarni sepganmiz, xudo xolasa. Zamoyda ochilgan joylari, mana xudo xolasa. Oqqa tillo zamok, oqqa tillo petla qo'yganmiz. Choklarni ham, eshiklarni o'zini choklarini ham ko'rsalar ham bo'laveradi, xudo xolasa to'liq ko'rinadi. Xo'p, oqqa tillo naqshli zamoklar. MDF eshik Farg'ona yurtpasi uchun maxsus.